Bu adamning bir hikoyasi bor ekan. Bu odam qanday sotadi ekan deganda, bir kuni Jograt bir xaridor bilan telefonda paranglashishni kelishib qo'yapti. Setishni biladigan bir sotquchi olmaydigan xaridorni oladigan qilib etsa, setishni bilmaydigan bir sotquchi hatto olma deb yanjiqqa pulni silib oldimizga kelgan xaridorni olmaydigan qilib etadi. Do'stlar, endi Azizjon muallimdan mush qitimliq hamkorlik suhbatining maqsadi va mazmuni, o'ziniki nishoni va muddasini o'zidan bir anglab boqaylik. Yaxshi misol ko'pchilik men Şinjan o'rgan korxona boshqarish korxona maslahatchi shirkatining qurg'uvchisi, Yavning Tijal tor texnik shirkatining qurg'uvchisi, Tijal chiqimdonninki, Tijal aptitanning barpatchisi, Şinjan chayirishda savol shirkatining paychiki. Azizjon ma'lum bo'laman. Endi biz Şinjan chayirishda savol shirkatiga qanday qilib paycha ko'p qaldingiz, qanday qilib mush shirkat bilan tang hamkorlashishni niyat qilib qaldingiz, hamkorlashib bo'lib qaldingiz deganda, men ilgari shu 2014-yillar bir ma'lum bir shirkatninki shu o'zim turishliq rayonninki bash zongdaylik huquqini olaman. Olgandan keyin menda faqat bir savdo qarta hech qanday bir ixtidor yo'q, tafakkur yo'q. Faqat savdo qilib boqmagan bundan burun. U pulni to'lab oldim, ammo setib chiqaramadim. Terishib boqdim, nurg'un odamlarni akab do'rab boqqan bo'ldim, uy kirgizib boqqan bo'ldim, lekin bizdan hech kim hech narsa olmadi shaxsan. Shundan bilan turibdi, nima ish qilman buni qilolmayman deb ma'lum bir ustozninki bir qitmiq darsini anglagandan keyin mening hayotimda bir cho'ng o'zgarish bo'ldi. Mening o'zimning nima uchun setib chiqarolmayligini his qildim. Turibdi, men cho'qim setishni o'rganishim kerak ekan deb to'xtamay o'rgandim. O'rganib ma'lum bir jarayon kelgandan keyin men xillarus satalaydigan bir holatga ketdi. Hatto men ustozimning bir qitimliq nutq so'zlab setish musobaqasida qisqina 10 minutning ichida 2 million 247 ming yillik mal setish rekordini yaratib chempionlik lonqisini olib ketdim. Shundan keyin turibdi, men o'rganganligim uchun qila oldim deb 2017-yili o'rganishga amroq bo'lish sabab tufaylidan o'rgan korxona maslahatchi shirkatini qurib chiqdim. Şu jarayonlarda nurg'un o'quvchilarni tarbiyalagan bo'ldik. Tarbiyalash jarayonida men bir masalaning borligini kelib chiqdim. Nurg'un odamlar maslahat ishlab chiqadi, ammo setib chiqarolmaydi ekan. Setib chiqarish jihati qiyinchilik bor ekan. Xuddi ayni vaqtda menga o'xshash ma'lum bir shirkatga vakolatchi bo'ldi ekan, ammo qanday setishni bilmaydi ekan. Shu sababdan ziyon tortib ketayotgan bir turkum korxonchilarni yoki yangidan korxonchilik safiga qo'shilgan bir turkum odamlarning borligini bilgandan keyin turibdi, unda bo'lib qolsa, mushularninki savdosini texmi yaxshilashiga, mushularninki setib chiqarishning texmi yaxshi bo'lishiga men o'zimning bir kishi to'pisini qo'shay deb nurg'unlagan setish jihatiga tarbiyalashni qilgan bo'ldim. Bir mezgil o'tgandan keyin barabar bozor kuzatish orqali shu do'yinga o'xshash, har xil shifinga o'xshash, shu har xil taratqularninki ta'sirida amaliy do'konlarning savdosining bag'an siri pasayib ketganligini, amaliy do'konlarning savdosining yaxshi bo'lmayotganligini, shu sababdan nurg'ulg'an do'konlarning taqilib ketayotganligini his qildim. Turibdi, unda bo'lib qolsa, men o'sha amaliy do'konlarning savdosini yaxshilab beradigan, shularga yordam bera oladigan bir ishni qilishim kerak deb 2022-yili Liyavning da men o'zimningki Liyavning Tijal tor texnik shirkatini qurib chiqdim. Shu sababdan Tijal chiqimdan barliq keldi. Bizning asosiy maqsadimiz bo'lsa, shu amaliy, shu yer yuzida ichilayotgan do'konlarni internet sohasi bilan uchrashtirish orqali ularning savdosini texmo gullantirishga yordam berish bo'ldi. Shu sababdan nurg'un do'konlarning savdosi gullandi, nurg'unlagan taqilish kirdabiga berib qolgan do'konlar savdosi barabar yaxshilanib, ular nurg'unlagan minnatdorlik so'zlarini, nurg'unlagan taqdirnomalarni akab bizlarga taqdim qilgan bo'ldi. Men o'zimning qilayotgan kasbidan so'yinib qoldim. Men shu jarayonlarda nurg'un amaliy do'konlarning savdosiniki yaxshilanganini ko'rgandan keyin ham nurg'unlagan yana bir qator jamiyatimizda bir qator masalalarning borligini his qildim. Masalan, yili ham nurg'un shirkatlarninki shu maslahat ishlab chiqarib qo'yib sotolmaslik, maslahat ishlab chiqarib qo'yib qanday setishni bilmay, maslahatning bahosini to'latish orqali har xil faoliyatlarni qilib, ziyonga bo'lsin setib o'tay deb tirishib boqqan bo'lsa, yana sotolmay, ma'lum tadqiqotlardan paylab turibman, yana sotolmay, bahosini tushirib, nurg'un maslahatlarninki vaqt o'tib ketsa tufaylidan bekor tashib etilganligini ko'rib, o'z ko'zim bilan anglagandan keyin turibdi, undaq bo'lib qolsa, menda bir setish iqtidori bor ekan. Men shu o'zi maslahat ishlab chiqarish iqtidori bor, ammo setish iqtidorida qiynalib yoki setishni bilmayotgan shundoq bir korxonchilarga shu bir yordam beray, ashlarni tam bir o'rtoqlashib, ashlarni birga olg'a ilgirlay
tang taraqqiy qildi degan maqsadda Şinjan Çayırıstı Savdo Çekti şirketinin qurg'uvchisi Sabriddin Imom ustoz bilan shundaqla Şinjan Kitabim Karxana Maslar şirketinin qurg'uvchisi Aqldarlar şirketinin qurg'uvchisi Nurmayatjon Ma'lum bilan o'zaro fikrlash orqali, suhbatlash orqali mushundaq bir ahvollarning baliqini inkosxondan keyin bularni turibdi. Bizmi bir tarbiyalash sohasida bir yetaklayotgan bir yetakchi ustoz bilan dal mushundaq bir masalalarni biz o'rtaq bir hal qilaylik degandan keyin bugungi bu shirkatimizga hamkorlik, bugungi o'sha paycheklik bizga o'rtaq bir ro'yobga chiqdi ko'pchilik. Ham shundaqla men turib bir narsani o'ylab qolaman. Nima uchun nurg'un odamlar sotolmaydi deganda ularda amaliyotda muntazam bir o'rganish deydigan o'rganmaydi. Chunki xuddi men ayni vaqtda o'rganmagachga men sotolmagan. Satolmasligimizning sababi biz o'rganmaymiz, bilmaymiz. Qanday setishni bilmaymiz. Shunga biz sotolmaymiz. Xuddi setishni biladigan bir sotquchi olmaydigan xaridorni oladigan qilib etsa, setishni bilmaydigan bir sotquchi hatto olma deb yanjiqqa pulni silib oldimizga kelgan xaridorni olmaydigan qilib etadi. Mana bu nima deganda jamiyatimizdagi setishniki haqiqatan muhim ekanligini bilmayotgan, o'rganmayotgan bir turkum korxonachilarga deydigimiz nima deganda yana o'rganish kerak. Nurg'un sotquchilarimiz bor, bu sotquchilarimiz qanday qilyapti deganda mahsulotni setishni maqsad qiladi. Bir odam mahsulotni setib olib, yemdi, ichemdi, kiyemdi, kar yo'q. Qishidan akatdi, yanjoqdagi pulni oldi, bo'ldi bu, tugdi. Manda qolib setayotgan bir turkum sotquchilarimiz bor. Şuna endi bizning shu setish shirkatini, bozor etish shirkatini maqsadimiz nima deganda, xaridorlarimizmi eng sifatli, ishonchli, bahos arzon bo'lgan. Buzdaq mahsulotlarni ham setishliklarda yaxshi bo'lgan, ya'ni o'zininki setayotgan mahsuloti haqiqiy bir kafolatga ega bo'lgan bir mahsulot setilish orzusiga asosan mana Sabriddin Imom Cho'lpon ham ustozimiz boshliqlik shirkat o'rab keldi. Shuna bu setish kasbini men haqiqatan yaxshi ko'raman. Şuna bu kasbda nima uchun setishdan iborat bir vazifani ustunga qoldi deganda men dal setish kasbini yaxshi ko'raman. Men bir hikoyaga ta'sir qilgan Jo'grat deb bir odam bor, chet ellik. Bu odam kuniga uda 10 taldan mashina setib chiqara olgan. Endi o'ylab baqsaq bo'ladi. Nurg'unlarimiz kuniga 10 talmi bir maslahat sotolmaymiz. Ammo u odam qanday qiladi? Kuniga uda 10 dan mashina setib chiqara oldi. Amma 10'dan setip emas, izchil 12 yil seta oldi. O'ylab baqsaq bo'ldi. Bir odam 10'dan mashina eng to'yanbadi 200 ming ko'lik mashina sotadigan gap, 2 millionlik mashina sotadigan gap. Demak, kuniga 2 millionlik savdo summasi, setish summasi bilan u da 12 yil izchil mang'aldi. Mana bu dunyo jins sirkotlar qamasida kuzatilgan. Dunyo setish chempioni bo'lgan dal Jo'grat. Bu odamning bir hikoyasi bor ekan. Bu odam qanday sotadi ekan deganda, bir kuni Jo'grat bir xaridor bilan telefonda paranglashni kelishib qo'yapti. Oldin kelishib qo'ygandan keyin u kuni bak charchab ketgachga uy kiriblarkanda kiyimlarini silib o'tib, uxlash kiyim bilan yetib uxlaydi deb turgan vaqtda bu kelishib qo'ygan esik ketdi. Apla, men bir xaridorim bilan bugun telefonda paranglashga kelishib qo'ygan, unutib qopdimi deb bir uxlash kiyim bilan yetayotgan odam darhol o'rnidan turdi ekan. Ondan turib, o'zininki shimkastimizning chastay kiyib, oyoqlarini maylab, etirlarni chechib, sochlarini tarab, o'zining kayfiyatlarini intayin yaxshilab tanishib bo'lgandan keyin xaridorga telefon qildi ekan. Bu bir telefonda paranglashadigan odamga bir mushundaq bir tayyorliklarni qilib bo'lgandan keyin angaza telefonni qildi ekan. Bu vaqtda Jo'gratning ayoli buni ko'rib, hayron qoldi ekan. Ham qaqshab dedi ekan. "Ey Jo'grat, sen sarang bo'lib qoldingmi? Bu nimanda qilib yuriysa, u bir o xaridor bilan sen yuzturan ko'rishmaysa, ikkinlab telefonni ko'rishadigan bo'lsanglar. Bunda qilishning nima hojati? U xaridor bir seni ko'ramdi, ko'rmaydigan to'sa degandan keyin Jo'grat munda ulug' gapdan birini qildi. Bu degan mening xaridorga bo'lgan hurmatim ekan. Demak, biz setish kasbini qilayotgan har bir sotuvchilarni xaridorni shu darajada hurmat qilishimiz kerak. Şuna bizning maqsadimiz nima deganda, setib pulni iyilishli bo'lib qolgandan keyin yoki bizdagi maqsad pul tepishli bo'lib qolganligi uchun qanday qilyapmiz deganda, xaridorni hurmat qilmayotamiz. Shuni biz yaxshi sotolmayotamiz degan gap. Shuna haqiqiy bir setish qanday bo'lish kerak deganda, boshqalarga yordam berishni maqsad qilgan bo'lish kerak. Mehr, muhabbat uchun bo'lish kerak.
Nima uchun boshqalar biz mehr-muhabbat uchun sotamiz? Mehr-muhabbat uchun sotgandan boshqa yana boshqalarga yordam berish uchun sotamiz. Chunki biz avval sotmoqchi bo'lgan mahsulotning eng sifatligini, eng ishonchlikni, bahasi eng arzonni, eng qaltisini tanlashimiz kerak. Lekin oldimizga uchirgan har qanday bir odamga setish kerak. Agar siz shunda bir yaxshi, shunda isil, bahasi muvofiq, unumi intan yuqori bo'lgan bir mahsulot bor turibmi boshqalarga sotmadingiz, demak siz bir ziyonkashlik qildingiz. Boshqalarga ziyon yetkazuvchi. Demak siz bir mehr-muhabbatni bermadingiz, demak siz boshqalarga yordam qilmadingiz. Nimishqa? Chunki sizning qo'lingizda ko'zurliq yaxshi bir narsa bor turib, siz ularga demasdik, sotmasligingiz sabab tufaylidan qana bo'ldi. Bu odam siznikidan nachar, siznikidan bahasi qimmat bo'lgan, unumsiz bo'lgan bir mahsulotni sotib olib qoldi. Demak bu odam ziyon tortdimi yo'qmi? Albatta ziyon tortdi. Demak siz o'zingizning bir burchini ado qilolmadingiz degan gap. Shunga setish kasbining asli mohiyati nima bo'lish kerak deganda, siz beribmi bir xaridorning yanjiqdan pulni elib olib, tabadag'ani tep bo'ldim, endi berib arz qilamsa, yemsa, ichemsa, tashlab o'tamsa mening ishim tugudi emas. Men ma odamga haqiqiy bir yordam qilyapman. Ma odamning haqiqiy bir masalasini hal qilib beryapman deganni o'ylashingiz kerak. Undan boshqa siz mahsulot tanlagan vaqtingizdami eng sifatlik, eng o'lchamlik, haqiqatan boshqalarga yordam beralam deyapmi? Boshqalarning bir masalasini hal qilaman deyapmi deganni oldin o'rin qo'yishingiz kerak. Chunki nurg'un odamlar qanday qilib deganda o'ziga sotgandan keyingi foydasi qancha ko'p kelgan bir mahsulotni tanlab oldi. Hem aldık kelgan har qanday xaridorga har xil ko'p turib, har xil yolg'on tashviqotlarni qilish orqali qanday qilganda xalqimizni aldavatdi. Hem boshqalarni qanday qilyapti deganda ishonchsiz bir narsa sotish orqali boshqalarni go'llab, foyda manfaatini ziyonga uchirtyapti degan gap. Shunga bir sotquchi cho'qim o'ziga qanday qilish kerak deganda bayatdan degandek, cho'qim eng sifatlikni tanlash kerak, xaridorga yordam berishni maqsad qilish kerak demakchi. Şu sebepten qanday olib ketdi deganda, dal bizning ideyalarimiz birga kelgachga, mayli bizningki sodiq bo'lgan bir ko'z qarashlarimiz bo'lsin, mayli jihatga ko'z qarashlarimiz bo'lsin, o'rtaqlik bo'lganlik uchun mana bugünkidek dangliq cho'lpinimiz, o'zimizning suyimli ustozimiz Savirdin imom ma'lum turibdi, mushlar bilan bir sahnada turib, hamkorlashib, mana buyuk bir vazifani zimmamizga oldik. Buningdan keyingi hamkorligimiz ishonimanki muvaffaqiyatli bo'ladi.